sizga chiroyli qiz abet olib kelibdi. Valli ham bezor etdi lekin bu. O'zimizga osh qilib keldim. Telefon etma desam, telefon etsang. Kelma desam, kelsang nima ish etding yana sana? Hozir qo'lim yuvib kelaman. Men qarang siz ko'rib ko'rmiyor, ha? Yo ko'rga o'xshamaysiz, yo fikirsizni mazasi yo'qmi? Yo'q, nimaga? O'g'ay qanday qilib dunyoga 8 milliard odam yashaydi. Kelib shu Turobdoy bilan ham gaplasharlarmi? Yo'q, siz bilmaysizda Turobdoy boshqacha odam. Ha, bilaman qanaqa odamlarni. Har kech qilib ellik nuri qo'parib qilib uxlaydi odamda u. Turobdoy, ana ajdarchakam. Endi hamma ham yoshligida xato qiladi, bilasan-ki. Ha, yoshligingizdagi xatoyingizmi? Yo'q, qarigandan keyin qilaman bu xatoni. Qo'l betingni yuv, osh yeymiz. Qanday qilib bu odam bilan gaplashish mumkin? Voy, qo'rincha ham zakonni tuydi. Oshcha ham oshcha bo'ldi-da. Osh bo'lsa sizlarga yoqqandan xursandman. Shunisi oxirgisi bo'lsin, xo'pmi? Endi sen uyingga ketaver. Nima bo'ldi? Ehtiyot bo'lsangiz bo'lmaydimi? Srochni doktor chaqiramiz hozir. Srochni doktor emas, Sroch sen o'yinga ketasan. Men sana ket deganim qachon? Olib yuribsan bu yerda. Men hozir obyektga ketaman. Sen o'yinga ketasan, tushundingmi? Sog' bo'l. Ebi, muomalaga qara. Qiz bilan ham shunday muomala qilalarmi? Qiz gulga o'xshaydi. Unga mehr berish kerak, parvarish qilish kerak, sug'orish kerak uni vaqti bilan, to'g'rimi? Olot qarakulchan o'rganaymi yo? Erta oyliklar tarqatib o'tibdilar. Ha. Bu yog'iga pullaringni yig'. Mana o'zimizda 2-3 xonali uylari 50, 60, 70 oya bo'lib to'lashaverib to'xtatdilar. Qolaversa oylik to'lov 4 milliondan boshlar ekan. Yaxshi ekan-da. Uni buni qo'ying, gapni eshiting. Ana qizni men atrofingizdan ketolmay yuribdi, ket desangiz ham. Mana boya osh yedingmi? Yedim. Yana yegan bo'ladingmi? Yoqqandan keyin yeyman-da. U ham shondiyda. Ha. Oshpaz bo'lganmiz, aqot qilib ber hozir. Qana yo. Dona, simellari qor. Bayogi taqla ish etamiz.